Oy bu kim satmayın değil mi? Tuxum sertifikatlarca. Kasım özgərtib ben bak tuxumçılık qılay deb o'ylab qoldim ya. Yaxshi. Oldin qatimliq faoliyatim önüm bo'lmay qoldim ya. Yo'q, unim bek yaxshi bo'lgan. Sizni shu Nima tuxum bo'lganingmi? bu mukofotli oltin tuxum. İçinden 100% mukofotmuş. Naq pul, moddiy buyum, un yağ yurish, mayka ishdan yotgan ko'p kirlik qatorliqmish xonim qizlar ehtiyojli bo'lgan mukofot buyumlar chiqadigan sehrli oltin tuxum. Chiqma. Yo'q, chiqmaydi. Emse yurak besibinglar xonim qizlar oldi qatim mo'ma do'konni faoliyat qilgan. Maxsus xonim qizlarimizniki yurung var, qanday kiyimi bor. Yani kiyimning no'shtiri bor do'konda nurg'un xonim qizlar foydalanib o'tgansizlar. Yurakni besib 6 raqam yo'llab servatmay bir ko'rpagan bo'lsanglar, andik olsam, do'konga kirganligi xonim qizlarimizga shu binas osundo, ammusundo, haqsiz bir ko'ngil so'g'larim bor, kelib, mush faoliyat qatnashmasin men ko'ngil so'g' atab qo'ydim deb tiklar rasman. Ras. Aldığımızda Qo'sh 12. Qo'sh 12'lik faaliyetlerden miyad besbesde verilmoqchi. Verilmoqchi şunun asasen şirketten bizga mu Qo'sh 12'lik oltin tuxum chiqish, shu mukofot 100% chiqish faaliyeti o'rinlashtirdi. Bunun bizim aktif avaz qo'shib tayyorliqlarni ishlab, bütün mallarning turlarini yanglab, tayyorliqlarni qilib turibmiz endi. Ya bir deb xat yozib qo'ydilar bu bir degini birinchi darajalik. To'g'ri. Ma bir deb ustiga yozib qo'yganimiz birinchi darajalik mukofot. Shu yangidan do'konga solingan yani qishliq mallarning 999 yendan 1599 yengacha sotib olganlarga birinchi darajalik oltin tuxum chiqish mukofot chiqdi. Buning ichida masalan birinchi darajalik nechta nima mukofotlar bor? Birinchi darajalik mukofotning ichiga naq pul. Bu chaqa vaqtda xonim qizlarmish xo'shal bo'lib ketgidek naq pul. Elnurininki unmay gurish yog'lari, Sijentav yani yurishlik karvat yurishliklar, yangrong popaykimiz, ishdan qatorliq mushtaq isl nanaslarninki mukofot turlarini sep qo'ydik. Qarab baqsam. Chekva degan gapmi? Chekva, chekka 100% mukofotlar yozilgan. Aslida ikkinchi darajaliklarni ichiga misollar. Ikkinchi darajalikninki ichiga 499 yendan 999 yengacha bo'lgan. Ikkinchi turlik mukofotga 499 yendan 999 yengacha mal setib olganlarga yana naq pul, Elnurning yana cho'ng kichik asosan un gurish maylari, yana mukofotlik mal setib olish kartasi naq maydonda ijro bo'ldi. Yani atkiling uygunkiling demaymiz. Undan boshqa yana karvat yurishliklar, ishdan qatorliq xonim qizlar eng ehtiyojli hozirgi fasliga tushadigan turmush ehtiyojli bo'lgan mukofot turlari tayyorlandi. Ikkinchi darajalik mukofot ashba. Uchinchisi uchun. Endi uchinchi turlik mukofot endi hamma xonim qizlarning iste'mol saviyasi o'xshash bo'lmaydi deb qarab 199 yendan 499 yengacha. Mal eng ilqiy hamma xonim qizlar qabul qila oladigan iste'mol summasi. Mushning ichiga mo yana naq pul ajab birinchi darajalik chiqdi, menga chiqmay qolmasin deb naq pul, yana Elnurning unmay gurishlari, yotgan kirlik, ko'p kirlik, mush do'kondagi xonim qizlar eng yaxshi ko'rgan mayka qatorliq mukofot turlarimiz. Mukofotning turi buningdan ko'p, lekin mukofot chiqish nisbati 100%. Demakchi bo'lganlari mishak kirib 199 qo'ydan ashi 1500 qo'ygacha kemib qolsa, to'g'ri. Olgan so'mmasining oz ko'plik qarta, birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi daraja tuxumlarni chiqib, mush mukofotlarga erishib oldi degan gapmi? To'g'ri. 100% mukofot bor. 100% mukofot. Unda qolsa xonim qizlar o'zing oldinglar, mush oltin tuxumning ichida hammasi mukofot bor ekan, buning ichida naq pul mukofot, temin do'konda kiyimlarim tiqibdi xonim. Olgan melonlarning pul so'mmasi qarta, ma tuxum o'xshamaydi ekan. 199 qo'ydan 1,5 ming qo'ygacha mal olsanglar, ma palet to'liq qatnasha oladigansizlar. Unda biz kiyimag'ash ta'limimizni bir sinab baqsaq bo'lar degan do'stlarimiz mushakilib tanay sinab baqishni qat'iy unutqanmanglar misajmo. Undan boshqa shu filmni ko'rib, yurak berib, guvanjo qilib, 6 oltin raqamini yo'llab qo'ygan eng aziz xonim qizlarga yana o'zimning shaxsiy nomidan alohida sovg'a tayyorladim. Rahmat. Mana shu fanslarning o'rnida sizga rahmat aytmoqchiman. Mana qildi. Qarsam oldin qatimdagi kiyimlarning hammasi yangilik emasmi? Mallar yangilik ketdi. Basdan xonim qizlar qanday kiyim bordi deb o'ylashayotgan bo'lishi mumkin hozir. Bir ko'rsatib qo'ylar o'ziniki qanday kiyimni oldig'ini, ash xonim qizlar yoqtirgan kiyimshat bormi bir bo'ldi. Hozir bütün mallar yangilandi ya. 10 kunning oldidagi mallar asos jatan setilib tugab, kan xonim qizlarga rahmat. Shu faoliyat orqali do'konga kelgan aziz xaridorlarimizga, endi kelmoqchi bo'lgan xaridorlarimizga mana shu uzunlik birida 30 Aqbo paydan tikilgan bütün Şinjanning dangliq markasi bo'lgan, shu tovar markasi bo'lgan qishliq chapallarimiz, uzun qisqa yan o'tir haldagi butunlay yangilik chapallarimiz, yangrong paltolarimiz tayyorlandi. Bu qetimmi endi butunlay yangi bo'lgan mallar bilan, isl mukofotlarimiz bilan mushkan xonim qizlar uchun alohida mulozimat qilmoqchi. Unda qolsa xonim shu faoliyatning vaqtini bir davatli 12-oyning 12-kun bir kunmi yoki nechun qilib 12-oyning 12-kun septemberning 5-kun ekan, shunga shanba kuni ulab faoliyatni 3 kun qilib bersak, 12, 13, 14. 12, 13, 14 3 kunmi? 3 kun. Unda qolsa nomerlarini qoldirib qo'ysizlar, do'kon topolmay qolsizlar o'rga qilsin. Undidor nomerim 152 92 54 0087.
Ma dükan qaranglar. Ma üstemisi çapan, ayzı qarsanlar, ayzım çapan. Ma içinde mi kiyim var mı? İşçilik mallarımız bütünlüğü yenilendi. Hem mallar yenilik mallarımız. yanılıp kelsanglar, sizler yargıdaki mallar maş dükanda bak. İşte alamız, köynek alamız, çapa alamız, gansar alamız, mayk alamız, ayak alamız. Neymi alamaz sağlamış hanım kızlarımızın her kanak kiyimleri mişat çıkıyor. Amsa fırsat ganime. Faaliyetine vakti 12. ayından ki 12. günsün 12. ayına 14. günce fakat 3 gün lamamsa. Yürekli besiplanmış kelsanglar biraz amma sağlamak sıkıntı soğumuz var. Onun udun sıra biraz ep qalsanglar mana altın tuxumlu içinde maqbul mukafati, nurg'un mukofatlar qo'ydik, rahmat chiqqanmaydi. Maqlab sizlarni 12 ayning 13 kundan 14 kungacha mushukani saqlaymiz, kelishakda unutqanmanglar. Bo'lsa atrofinglar xonim qizlarimiz taqib qo'ygan mushundaq chiroyli kiyim bir do'konda mushundaq faoliyatlarni urashib o'tib berib ko'rib qatnashib kelaylik. Ular foydalanib qolsin. Biz chiqib mushaning adresini tafsilot tunishtirib qo'yaylik. Xonim hamda oldin qaytdim bu xonim qizlar nurg'un qo'llab kipti, ashliq deydigan bir yurak so'zlari. Xo'sh 12'lik, xo'sh 12'lik ilib berilgan bu faoliyatimizga qatnashtirilgan mallarimiz shu qadar sarxil. Uning ustiga bizni qo'llaydi deb alayda oltin tuxum chiqish faoliyati 100% mukofot chiqadigan faoliyatni o'rinlashtirdik. Hem do'konga qadam tashrif qilganligi xaridorlarga do'kon nomidan yana ayrim sovg'atlarni tayyorladik. Shunga bu 3 kunlik faoliyatimizga keng xonim qizlarning to'liq qatnashib beqishini, ta'limini sinab beqishini chin dilimdan umid qilaman. Maqlamsa sen mushukni saqlaymiz. Do'konimizningki tafsiliy adresi qolsa To'qsu nayimizdagi Kon Kashf bozorining o'ttirsig'il joylashgan 21 numar do'kon VK. Kechak do'koni. Mush do'kon kelsanglar bo'ljimi? Mana shu davlat bir tarafdan kirsanglar, o'ng qo'l tarafdan 21 numar do'kon, To'qsu 1 numar tarafdan kirsanglar, so'l qo'l tarafdan 21 numar do'kon VK kiyim kechak do'koni. Qarshi tarafimiz qarsak Shodaman qo'y qozoqlar do'koni va shuningki o'dil joylashgan do'kon. Maqlamsa yurak besib 6 raqam yo'llab 12-chilar, 13-chilar, 14-chilar 3 kun mush do'kon kelib bayamqi faoliyatlarga qatnashib olasizlar. Chin ko'nglimizda umid qilamiz. Sizlarni mishal saqlaymiz, ko'rishmasak hisob emas. 3 kunlik faoliyatda ko'rishmasak hisob emas. Ma'qul, xayr xo'sh.